Assalomu alaykum. Men ismim Sevinch Ismatullayeva. Yangi O'zbekiston universitetida 3-kurs talabasi sanoat boshqaruvi yo'nalishida o'qiyman. Yosh menejerda 6-mavsum ishtirokchisiman. Yosh menejerga topshirishdan maqsad faqatgina universitet darslari bilan cheklanib qolmasdan, qo'shimcha boshqaruv yo'nalishida bilim va ko'nikmalarimni oshirish bo'lgan. Birinchi marta kelganimda uyalmasdan ayta olaman, project management sifatida umuman hech qanaqa tushunchaga ega bo'lmaganman, ammo yosh menejer loyihasini tamomlaganimdan so'ng O'zbekiston oziq-ovqat sanoat uyushmasida project manager sifatida o'z ish faoliyatimni davom ettirdim hamda bir qancha loyihalarni muvaffaqiyatli yakunladik. Yosh menejer loyihasida ikkita narsasini qadrlayman. Birinchisi bu faqatgina teoriya bilan cheklanib qolmasdan, balki u bilimlarni hayotda, amaliyotda qo'llashga egasiz. Birinchi marta M-Kosmetik boshqaruv ofisiga borganimizda menda realni ko'rganman, что o'sha biz darsda o'rganayotgan narsalarimiz hayotda bor, ishlayapti va bu narsani odamlar qo'llayapti. Ikkinchisi esa faqatgina yosh menejerga hayotdan katta maqsadlarga ega, o'zini ustida ishlaydigan talabchan talabalar, yoshlar topshira oladi deb o'ylayman.